Mani tabriklasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu yil 28 yoshimda 60 yoshli odam nimaga erishishi mumkin bo'lsa, hammasiga erishdim. Bel og'rig'i, oyoq og'rig'i, nevroz, asabiylik, xotira pasayishi. Albatta hazillashyapman. Bu yil 2025-yilni sarhisob qilib o'tirar ekanman. Shuni video qilib esdalik uchun qoldirgim keldi va sizlar bilan ham o'rtoqlashgim keldi. 2025-yil 2024-yilning oxirida qilgan orzularim ham, rejalarim ham deyarli amalga oshmadi. Shunday bo'lsa ham o'zim bilan faxrlanadigan kichkina muvaffaqiyatlarim bor. Shularni sizlarga aytib beraman. Birinchi o'rinda men 365 kun davomida 24 ga yetib, 1 daqiqa ham qoldirmasdan ikkita yosh bolani onasi bo'ldim. Ularga juda ham yaxshi qaradim. Umuman miyam dam olmadi. Miyam doimiy xavf rejimida ishladi. Shunday bo'lsa ham asablarim chidab berganiga rahmat aytaman. Mana shu hamma mas'uliyatni men bu yil a'lo darajada bajardim. Bu yil men 9 dan 6 gacha ishladim. Ishlaganimdan keyin har doimgi uy ishlari, ro'zg'or ishlari, bolani ishlari hammasini eplashga harakat qildim va uddaladim deb o'ylayman. Boshqa shaharda yashasam ham 1,5 soat har kuni yo'l bosib ishga borib kelish oson bo'lmadi. To'g'ri, moliyaviy o'sish yili bo'lmadi, lekin juda ham bu yil men uchun ruhiy o'sish yili bo'ldi. O'zimga ishonchim yana ham ortib ketdi. Kuchimga, potensialimga, eplasam, harakat qilsam, xohlasam qila olishimga bo'lgan ishonchim juda ham ortdi. To'g'ri, sog'lik taraflama ozgina qiynaldim. Qiyinchilik yili bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Lekin hozir yil sarhisobini qilib o'ylab qarasam, Alloh hamma narsani shunchalik mukammal taxlab qo'yganki, shu hayotimda bo'lgan voqealar shunchalik mukammal taxlanganki, meni ishonchim komil bu yil bo'lgan qiyinchiliklar meni keyingi yillar uchun yana ham o'sishim uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Siz ham bu yil uchun xulosalaringizni kommentariyada yozib keting. Albatta hammasini o'qiyman. Va 2026-yil hammaga baxt, omad, sog'lik va baraka olib kelsin. Rahmat.